Salam dostlar. Navbaharning dunyosiga xush keldinglar. Hayotda ba'zan boshqalarni xato tushunib qolamiz. Yoki boshqalar bizni xato tushunib qoladi. Xuddi Hazrati Mavlananing bizni bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi kabi biladi deb o'tganidek, bu xil xato tushunishlardan beoram bo'lmang. İnsanlar sizni xato tushungan bo'lsa, ularning onglig'ini faqatla sizning uningizdir. Sizga faqat o'zining aqlidan kashgan yoki o'z tushunchalariga asosanla hukm qiladi yoki baho beradi. Bir hikmatda o'qiganim esimda. Masjidda namoz o'qilayotganda bir kishi namozning o'ttirsida gap qilib sapti. Buni ko'rgan yana bir kishi "Zuvaningni jiq, namoz vaqtida gap qilsang bo'lmaydi" deb o'z gap qildi. O'ylab baqsaq, hayotda ko'p vaqtimiz boshqalarning o'tkazgan xatoliklarni yuziga selish, ayiblash, o'zimizning so'zlarining yoki qilgan atkinimizning to'g'ri ekanligini boshqalarga isbotlash yoki tushuntirish bilan mashg'ul bo'lib o'tadigan. Dengizning tagida marvoyit bilan toshlar aralashib turadi. Lekin marvoyitni bayqagan odamlar qo'lga keltira oladi. Esil xislatlarni ham shundoq. Xuddi ashu qimmatlik marvoyit donasiga o'xshash qusur va pastkashliklarning orasidan tepiladi. Chunki tarbiya avval yurakdan keladi, eg'izdan chiqadi. Shunga fazilatingizdan zorlanmang. Parvona otashga shaydo bo'lib, uning atrofida piqirab ketalmagan vaqtida bu jazbining sababini tushunmaydi va piqirab o'tqa yiqilisha oxiri kuyib kul bo'lib tugaydi. İnsanlarmu ayrılgandan keyin andın tushunadi yoki to'g'ri tafakkur qiladi. İnsan bo'lgan ekan nuqsonlar bo'ladi. Her kishi faqat dunyoda manli bor demasa, boshqalarni borligi bilan qabul qilishni yetishtirsa, yo'qni bor qilg'ili bo'ladi. Xatosiz do'st bo'lmaydi. Xatosiz do'st izlasak, do'stsiz qolamiz. İnsanlar qimmatimni bilmadi deganning o'rniga, agar oltin bo'lsam, qadrimni hamma odam bilardi. Ko'mir bo'lsam, qadrimni faqat meni tushunganlar bilsa bo'ldi deb o'ylashni bugun olaylik. Oxirida Navbaharning yozmalarini tinchig'ininglarga rahmat.